Ha? Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, tinchlik? Oyim bilan nikaga bormoqchi edi. Bo'pti, yur, o'zim olib borib kelaman. Nima bitta-ku? O'g'limizdan olib o'zim sekin o'tib kelaman. Men senga o'zim olib borib kelaman dedi. Hozir. Nima qilsan? Men o'zim ochaman. Olib bergan odam bo'lsa bilasanmi? Uydaligimda men ochaman. Assalomu alaykum. Adasi, bugun sinfdosh qizlar bilan o'tirmoqchi edim. Ruxsat bersangiz bormoqchi edim. Jimgina uyda o'tir. Nimaga? Hamma o'rtoqlarim boradi-ku. Iltimos, men ham boring. Sinfdosh dugonalaringni hammasini mana shu uyga chaqirib, masjidda o'tirlaring. Men ichkariga kirmayman, halol bermayman, tashqarida yuraman, ishimni qilib. Bo'ptimi? Ortiqcha xarajat bo'ladi-da, adasi. Xarajat bo'lsa bo'lsin, lekin meni mahramimni besh begona nomahramda ko'rmasin. Meni rashkimni qo'zg'atish kerak emas. Meni rashkimni qo'zg'atsang, shirri g'azabidan ham battar bo'lib qoladi.